zo'r master ham chiroyli qilib chizib bera olmaydi. Keyin siz masterni ayblab yurasiz, u chiroyli chizib bera olmadi. Yo'q, aslida sizni ko'rishingizda va sizda ayb. Siz ko'p количествоda ustma-ust 5 marta rastoshovka qildirganingiz uchun deraza tagida kraska ko'payib ketgani uchun rangi hozir temный, серый ko'p bo'lib ko'rinib turibdi hozir. Bitta ko'rsatib yuboring. Mana. Bu masalan jigarrang kraskada qayta qilingan qosh. Faqat jigarrang kraskada qilinyapti. Lekin jigarrangni железоda oksidasi qizil bo'lib chiqib kelyapti. Eski birinchi qildirganlarida ko'karib qolgan qosh отдельно ko'karib chiqib kelaveradi. Yana qayta chizdiradigan bo'lsalar, men bu qoshni bitta осветление qilib beraman. Asl rangi, jigarrang rangi kelib chiqadi. Qoshlarning ranglari o'zlariga yoqsa, shu bo'yi keyin o'chirmasalar ham bo'ladi. Butun udalение bilan shug'ullanadiganlar bitta ikkita udalение qilishyapti-da, 3-4-sini уже qila olmasdan Nonna akademiyaga boringlar deb aytishyapti. Shrami bor qoshga rastoshovka qildirsangiz ham eng krutoy masterga borib qildirgan taqdiringizda ham shrami bor. Ko'jaga eng zo'r master ham chiroyli qilib chizib bera olmaydi. Keyin siz masterni ayblab yurasiz, u chiroyli chizib bera olmadi. Yo'q, aslida sizni ko'rishingizda va sizda ayb. Sababi sizga mendagi tushuntirib beradigan odam tushuntirib bergandan keyin ham agar ustma-ust borib chizdiraversangiz, unda уже siz o'zingizga dushman bo'lasiz.